Xo'sh, sizlarga yana gullar ko'rsataman. Bular astromeriyalar. Mana katta bo'lishyapti. Gullasa ko'rsataman bularni. Bular gipsofaliyalar. Gullaganini ko'rsatgan edim. Ayrim qolganini gullarini olib buket qilganman. Qaranglar, olib tashladim ularni, buket qilganman. O'zimni ayamni tug'ilgan kunlariga. Shuning uchun qolganini olib tashladim. Ular lekin yana o'saveradi kuzgacha. Hali o'sganda yana ko'rsataman. Mana qaranglar, olib tashlaganimni ko'rsatyapman hozir. Yo'q hisob mana shu yerda nasib bo'lsa yana gullaganini ko'rsataman sizlarga. Gipsofaliya ko'p yillik va o'zi joyidan yana chiqaveradi. Beoy kuzgacha gullaydi. Xo'sh, bular delfiniumlar. Delfiniumlarimizni qaranglar, qanaqa chiroyli gullaydi gulchalari. Buketni sort bular ham. Hassa chiroyli gullaydi. Bir shoxda 4 ta 5 tagacha bola beryapti mana. Bu yerda qaranglarda yana bir gullar bor. Nomlarini bilmayman. Xo'sh. Buni gvazdika deyishyapti ko'plar. Ko'plar flox bir sorti navi deyishyapti. Hozircha bilmayman. Mana shunaqa ochilyapti, qaranglar. Buni ochilishini qaranglar, qanaqa chiroyli. Shunaqa bo'lib, ochilishda davom etishyapti. Bu gulchalar. Bu verbina. Verbinaning tagida ham mana qaranglarda buni mittichaligini ochilgan, qaranglar. Mana shunaqa bo'lib ochilishyapti. Buni lekin turetskiy gvazdika deyishdi. Mana. Rostdan ham o'xshaydi, juda chiroyli ochilgan. Xo'sh, mana bu yerda gergin, ya'ni xalq tilida kartoshka gullar. Bu kichikrog'i. Bu uzun bo'lib ketadigan emas. Bu o'tta xil bo'ladigan. Endi ochilishni boshlashyapti bular hali. Ochilganda yana bir video qilib ko'rsataman. Xo'sh, bular ham delfiniumlar. Buni yonida mana shunaqa gul ekkan edim. Bu qanaqa gullar ekan deb o'zim ham hayron qoldim. Mana qaranglar, gullar ochilishni boshlayapti. Sizlarga birinchi obzor qilib beray. Har xil ranglar ochilar ekan. Gulning nomi vasilik deb nomlanadi. Endi xalq tilida bilmayman, hali nima deb nomlanishini. Buni qaranglar, tabiatning mo'jizasini qaranglar. Bu oq rangi ekan. Bu pushti rangi edi. Bunisi binafsha rangi ekan. Gulchalarini qaranglar, gulchalarini qanaqa chiroyli ajralib chiqyapti. Bular ham o'zi qaranglar, mana kichkina bo'lib ochilyapti. Gulchalar keyin bunaqa bo'lib ajralib chiqyapti o'zidan. Mana bunisi movicha ekan rangi, ana. Rozvicha, movicha, ana. Ana. Shunaqa bo'lib ochilishyapti. Mana boyagan ochilgan sizda. Qaranglar, qanaqa chiroyli ochilgan. Mana shunaqa bo'lib ochilyapti. Bu gulning nomi gul tilida endi vasilik, xalq tilida bilmayman. Kim bilsa kommentariyada yozib ketsin. Mana shundoq bo'lib ochilyapti-da, xullas azizlar. Mana binafshacha, gillobcha, oqcha, rozvicha bo'lib xullas kalom mana shunaqa bo'lib ochilishyapti. Bo'ylari uzun bo'lar ekan azizlar. Xo'sh, 70-80 sm bo'ylari. Bilmayman necha metrgacha yetadi, lekin hozir bu kami 80 sm bu gullarning bo'yi hozirda. Keyin bularda ham mana shunaqa hasharotlar nima bo'lar ekan, lekin bu xon qizi bu. Xon qizining foydasi bor ekan. Bularga hasharotlardan tozalar ekan, bularni o'sishiga yordam berar ekan. Xullas kalom afzalliklari ko'p ekan, shuning uchun tegishmadim bularga. Keyin qaranglar. Mana gipsofaliyani yana bir turi. Bu ham gipsofaliya. Oppoq, buni qaranglar, shunga ham hasharot kelgan. Hozir o'ldirib chiqaman men bularga dori berib. Mana gipsofaliyamga ham hujumga kelishyapti bular. Oppoq, buketni sort bu. Gipsofaliya buketni sort. Oppog'idan bu. Nasib bo'lsa bundan ko'paytiramiz. O'zimizga buketchilar uchun mazza qilib ishlatishadi, buketlarga qo'shib.
Men birinchi gullarimni, atir gullarimni, gipsofoliyalarimni hammasini ayamga o'zim buket uchun ishlatdim. Buketchilarga sotaman deb niyat qildim, sotmadim. Birinchisini endi o'zimiznikidan boshlaylik deb. Xo'sh. Shunaqa gaplar, azizlarim. Yana sizlarga ko'rsatishim kerak bo'lgan gullar bormi bu yerda? Xo'p, bor ekan. Bular gipasturumlar bular. Gipasturum. Mana. Bular bir xil gullar bo'ldi bular. Lekin yana qolganlari gul ochishyapti. Gullari qurib, qolganlari gul ochishyapti. Bitta nimada tanada 3 ta, 4 tagacha gul solar ekan. Juda chiroyli gullar ekan, lekin juda ham mana shundoq qilib gullashyapti. Bu yerda yana kelin gul bor. Mana hali endi nasib bo'lsa gullarini ochadi. Ochganda bir video qilib obzor qilib beraman. Bu yerda xushro'y gulimiz bor. Mana qaranglar, atirgulning eng xushro'yi. Va mana bu gulimiz bor. Hozir nomi ismi kelmadi. Rosa chiroyli gullaydi u ham, balki u ko'rgazma. Va mana bu yerda hostalarimizni qaranglar, qanaqa katta bo'libdi hostalarimiz. Mana bu gul ham bor. Bu lavanda. Juda xushbo'y bo'ladi gullari. Halitda mana hidini chiqarishni boshlagan. Lavanda bu eng zo'r noyob gullardan, dorivor o'simlik hisoblanadi. Bu gul lavanda bu asablarni tinchlantiradigan. Bu gulni o'sha gullab bo'lgandan keyin odamlar choylarga damlab ichishadi. Sababi asablarni tinchlantiradi, uspokaysiya qilib, miyani juda ham tinchlantirib, yaxshi orom olishlaringizga yordam beradi. Bu guli juda shifobaxsh. Odamlar lavandani gulini yostiqchalarga ham qilib, yostiqchalarni boshlariga tagiga qiladigan mayda yostiqchalar qilib uxlashar ekan. Juda yaxshi orom olishar ekan. Bu shunda tabobatda ishlatiladigan gul hisoblanadi. Oldingilar o'sha Ibn Sino nimalar o'shalar aytib o'tgan ekan, bobo kalonlarimiz. Bu juda asabni tinchlantiradigan dorivor o'simlik sifatida ishlatishgan ekan. Bu gulni hozirgacha ham ishlatishadi. Eng mashhur gullardan biri lavanda. Buni internetlardan ham izlab ko'rsalaringiz ham ma'lumoti juda ko'p. Lavanda degan gul bu. Eng shifobaxsh gul. Tavsiya etaman hammaga. Men bultur gullaganida choy damlab ichganman, rostdan ham samarasini ko'rganman. Xo'p. Mana bunisi aspidistra. Men bu gulni dekoratsiyasini yaxshi ko'raman. Barglari katta bo'lib ketadi, juda zo'r bo'lib. Udobreniyalarini yaxshi bersangiz albatta. Mana bular hostalar. Hostalarim lekin ancha katta bo'lib qoldi. Xo'p, men sarg'ayayotgan bo'lsa, ruskus shunchaki ekib qo'yuvdim buni. Hech narsa qilmadim. Shunchaki tiqib qo'ydim. Bu buketning ichidan chiqqan edi, shuning uchun. Mana bular. Nima? Piyonlar bular. Hamma biladi bularni. Piyonlarim gullab bo'lishdi. Lekin qaranglar, sizlarga yana bir tavsiyam. Piyonlarni gullagandan keyin ham gullarini mana shu shaklda saqlashlaringizni tavsiya etaman. Gulini olib tashlamanglar. Chunki mana bular gullardan keyingi tana bular urug' boylaydi va bu urug'larni olib yerga eksangiz, 1 yilda deya olmayman, lekin 2-3 yilda bular ham shunaqa katta bo'lib, tana bo'lib hosilga kiradi. Men urug'dan ham ko'paytirmoqchi bo'lib tegishmadim bunga. Urug'iga pishirib nasib bo'lsa urug'ini yonlaridan ekmoqchi bo'lyapman. Mana bu yerda yana bir gulimiz bu Lilenskiy. Lilenskiylarimiz hademay liliyadagi bir sort. Liliyani oddiyrog'i.
hademay gullaydi, ko'ramiz buni. Mana bu yerda ham bargi tomoshalarimizni qaranglar. Ko'rysizlar, gullashyapti. Mana gullari tugasa, nasib bo'lsa, gullab bo'lgandan keyin urug'larini olib qo'ymoqchiman va o'zim ko'paytirib ekmoqchiman, nasib bo'lsa. Inshaalloh.